Assalomu alaykum yurtdoshlar, Darozalar kanali obunachilari va navbatdagi Ramazon oyida chiqarilgan aksiya darozalarimiz chiqdi. Xudo xolisa bilan bir qator obzor qilib o'tkazishdan oldin o'zim tanishtirib o'tsam. Ismim Ilhomjon, Namangan viloyati Jidagapak qishlog'ida ish yuritaman. Bu darozalarimizga 5 yil kafolat, ishimizga 5 yil garantiya beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunovka xizmatlari mutlaqo bepul. Agar daroza bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilishning bemalol besplatniy ma'lumotlar berib o'tkazamiz. Endi bir qator obzor qilib o'tkazsam. Bu darozamiz high-tech fason va skromniy fasonlardan biri. Bu fasonimizga ishlatilgan materiallar yo'llariga 2 stenadan ishlatilgan, taglariga 10 5 shivillarda ishlatilgan. Ichki to'qima profillari 6 4, 1.8 lik stenada, ichki listlarimiz 2 qavatli variantda 1.8 2 listda bo'lgan, shumkali variantda shum izolyatsiya bo'lgan. Bunga o'ziga yarashib turgan uslubda lazerlardan foydalanib, mayda nejdivikalardan foydalanib qilib berganmiz. Bu fasonimizni razmerlari 3.40 ga 3.5 bo'lgan. Bu darozamiz metr kvadrati 1.250 ming so'mdan 1.400 ming so'mgacha chiqadi. Agarda shu razmer joylarga tushib qoladigan bo'lsa, 1.200 ming so'mdan vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Voqea kelishgan narxda borib o'rnatib beramiz. Navbatdagi darozamiz bu fasonimiz taraq fason. Bu fasonimiz ko'p hali klientlarimizga ma'zur kelgani uchun ko'proq mana shu fasondan ishlab chiqaryapmiz. Bu fasonimizga ishlatilgan materiallari, yo'llari, o'rta stoykalari 10 ga 10 brusdan ishlatilgan, taglari 10 ga 5 shivillarda ishlatilgan. Ichki to'qima profillari 6 ga 4, 1.7 lik stenada, listlarimiz 1.8 lik stenada. Ikkinchi qavatimiz 1.5 likda shumalizatsiya bo'lgan. Bu darozamizni kalitkasini chapda chekkada qo'yib qo'yganmiz. Bu darozamiz 4 metrga 3.5 metr bo'lgan. Tepa qismiga lazerlardan foydalanib, havo aylanib turish uchun foydalanish uchun qo'yib qo'yganmiz. Bu darozamiz metr kvadrat 1.100 ming so'mdan boshlanib 1.400 ming so'mgacha chiqadi. Agarda shu razmer joyingizga tushib qoladigan bo'lsa, 1 million so'mdan vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Endi bitta navbatdagi taraq fasonimiz. Bu fasonimiz yaltiroq glansivida ishlatilgan kraskalarimiz. Shuning uchun u matvida, bu glansivida chiqqan. Bu darozamizga ishlatilgan materiallar yongi 12 ga 12 ga ishlatilgan, taglari shivillarda bo'lgan 12 lik. Ichki to'qima profillari 6 ga 4, 1.7 likda bo'lgan. Buni listlarimiz 1.8 lik 2 likda bo'lgan, bu ham shumalizatsiya bo'lgan. Bu darozamizga taraq qilib 2 dan o'ziga yarashib turgan usul churayli qilib ishlab berganmiz. Bu darozamizning kalitkalari 10 ga o'rtada bo'lgan. Razmerlarimiz 3.5 ga 3.5 bo'lgan. Bu razmerimiz metr kvadrati o'sha aytganimizdek 1.100 ming so'mdan boshlanib 1.400 minggacha chiqadi. Agar shu razmer tushib qoladigan bo'lsa, 1 million so'mdan vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Agarda vohadan bo'lishsa, Toshkentdan tashqarida bo'lsa, kelishilgan narxda borib o'rnatib beramiz. Navbatdagi darozamiz budjetniy variant, shtambuki variantimiz. Bu fasonimiz Dubay fason deyiladi. Bu fasonimizga ishlatilgan materiallarimiz yo'llari 8 ga 6, 1.8 lik stenada, taglari 8 shivillarda bo'lgan. Bunga to'qima profillarimiz 1.2 lik stenada bo'lgan, listlarimiz 1.3 qalinda bo'lgan. Bunga o'ziga yarashib turgan uslubda ruchkalardan foydalanib qo'yib qo'yganmiz. Ruchkalarga nejdivikalardan foydalanib qo'yganmiz qoradan. Ichlariga ham qora nejdivikalardan foydalanganmiz. Bu razmeri 3 ga 3.5 bo'lgan. Bu darozamiz metr kvadrati 650 ming so'mdan 800 minggacha chiqadi. Bu darozamiz 750 minglik variant. Agarda joyingizga tushib qoladigan bo'lsa, bu vodiy bo'ylab 600 ming so'mdan o'rnatib beramiz. Va navbatdagi darozamiz taraq fason. Bu fasonimizga ishlatilgan materiallarimiz yo'llari 8 ga 6, taglari 8 shivillarda bo'lgan. Ichki to'qima profillari 6 ga 4, 1.2 lik stenada bo'lgan. Listlarimiz 2 lik 1.2 lik listda bo'lgan. O'rta listlarimiz o'ziga yarashib bejirim shaklda ishlatilgan listlardan foydalanganmiz. Bu fasonimizni nejdivikalardan foydalanib qo'yib qo'yganmiz. Bu fasonimiz metr kvadratlari 550 ming so'mdan boshlanib 700 ming so'mgacha chiqadi. Agarda 3.5 bo'lgan mana shu razmerimiz joyida tushib qoladigan bo'lsa,
Bu variantimiz o'zi asli 650 minglik variantda. Joy tuzga tushib qoladigan bo'lsa 550 ming so'mdan olib borib o'rnatib beramiz. Ko'rib turgan darvozalarning fasonlari Samarqand fason deyiladi. Bu fasonimiz razmerlari 3,5 3,5 bo'lgan. Yo'lni girdlariga 35 sm dan tepasiga 40 sm nalishga qismi qo'shib berganmiz. Bu darvozamizni ishlatilgan materiallari, yo'llari 10lik shivellar, ikki yoni tagi 10lik shivellarda bo'lgan. Ichki 6 yo'tuvlar 1.7likda bo'lgan. Bu darvozamizga ishlatilgan materiallar 2 1.2lik stenada bo'lgan. O'rta pesh burullari 1.1lik stenada bo'lgan. Listlarimiz 1.8 2 qavatli variantda chiqqan, shum variantda chiqqan. Bu fasonimizga o'ziga yarashib turgan uslubda girdlariga lazer qismlaridan, gul qismlaridan foydalanganmiz. O'zgartirib chiqargan. Bundan oldingi 1-2 yil oldin chiqqan Samarqand fasonlari girdlari turbali variantda chiqqan. Hozirda yana ham chiroyli, bagateroq turish uchun bu fasonimizga yo'llarga tumbali variant qilib chiqardik. Kimga yoqqan bo'lsa, shu variantimiz kvadrat metrlar 1.200 ming so'mdan 1.600 ming so'mgacha chiqadi. Bu darvozamizni kimdir razmerga tushib qoladigan bo'lsa 1.250 ming so'mdan olib borib o'rnatib beramiz joylariga. Navbatdagi darvozalarimiz. Bu darvozamiz high-tech gibrid fason, shtambovniy fason deyiladi. Bu fasonimizga ham ishlatilgan materiallari, razmerlari 320 ga 320 bo'lgan. 320 dan 320 dan tashqaridan girdlari bor. Tepasiga yoniga 30 sm dan qo'shib berganmiz. Mana bagateroq ko'rinib turish uchun, keyin chiroyli ko'rinib turish uchun nejdivikalardan foydalanib qo'yganmiz, tepadan lazer qismlaridan foydalanganmiz. Bu darvozamiz ishlatilgan materiallar, yo'llar 8 ga 6 1.7lik stenada, ichki to'qima profillari 6 ga 4 1.2lik stenada bo'lgan. Bu darvozamizni metr kvadrati 750 mingdan 950 mingga chiqadi. 12 viloyat bo'ylab dastlabki ustonovka xizmatlarimiz bor. Bir qator ko'rib tomosha qilib olishingiz mumkin. Navbatdagi darvozamiz tarak fason, bu ommada soqqali fason deb o'tkazishadi. Bunga ishlatilgan materiallari, razmerlari 380 ga 3,5 bo'lgan. Bunga ishlatilgan materiallar ikki yoni tagi shivellarda, tahiya qismi 10 ga 5 1.7likda bo'lgan. Ichki to'qima profillari 6 ga 4 1.8lik variantda bo'lgan. Listlarimiz 2likda shum variantda chiqqan, tuplet qilingan variantda chiqqan. Bu darvozamizga ishlatilgan materiallar 2 taroq qismi qilib, chiroyli qismi qilib ko'rinib turish uchun qo'yib qo'yganmiz. O'rtalariga, ruchkalariga nejdivikalardan foydalanib qo'yganmiz. Bu variantimiz kvadrat metr 1.100 mingdan 1.400 minggacha chiqadi. Bu variantimiz kimdir razmerga tushib qoladigan bo'lsa 1.50 ming so'mdan 12 viloyat bilan dastlabki ustonovka o'rnatib berish xizmatlari bilan olib borib o'rnatib beramiz. Navbatdagi budjetli variantlar, shtambovka variantlarimiz. Bu variantlarimiz razmerlari 3,5 ga 3,5 bo'lgan. Bunga ishlatilgan materiallar, taglari, yo'llari 8 pulsovoyda 1.7likda bo'lgan. Tagi shaklida shivellarda bo'lgan. Bunga yarashib turish uchun, havo aylanib turish uchun darvozamizda deganlarga arka qilib lazer qismlaridan qo'yib berganmiz. Ichki to'qima profillari 1.2lik, nejdivikalari qorada bo'lgan. Bu narxlariga keladigan bo'lsa, narxlari 650 ming so'mdan 1 milliongacha chiqadi. Bu variantimiz 600 ming so'mdan kimdir razmerga tushib qoladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Oxiriga kelishilgan narxda borib beramiz. Borib o'rnatib beramiz. Videomizni yoqqanimizni like bosishni unutmang. Yana navbatdagi aksiya darvozalarimiz ham bor. Ko'rib tomosha qilib tursangiz. Bu darvozamiz tarak fason, budjetli variantda bo'lgan, shtambovka variant. Bu fasonimizga ishlatilgan materiallar 8 ga 6 stoykalari, tagi 8 da shivellarda, ichki to'qima profillari 6 ga 4 da bo'lgan. Listlarimiz 1.2likda bo'lgan, razmerlarimiz 320 ga 3,5 bo'lgan. Chiroyli, bagateroq ko'rinib turish uchun o'ziga yarashib turgan uslubda nejdivika arkalardan foydalanganmiz. Bu variantimiz 550 ming so'mdan 700 ming so'mgacha chiqadi kvadrat metri. Bu variantimiz 1.2lik lista bo'lgani uchun 600 ming so'mdan 12 viloyat bo'ylab dastlabki ustonovka o'rnatib berish xizmatlari bor. O'rnatib beramiz. Agar razmerlarga tushib qoladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.
Navbatdagi bu dorozamiz high-tech fason deyiladi. Bu fasonimizga ishlatilgan materiallarimiz yo'llari 10 brusda ishlatilgan 2x2 stenada, taglarimiz o'li shivellerda bo'lgan. Arka qismlariga nejdivikalardan foydalanib qo'yganmiz. Ikki yoni tepa qismida lazerlarni ikki qavatli qilib qo'yganmiz, o'zbekchalik yarashtirgan uslubda. Bu dorozamiz kalitkasini отдельно qilib qo'yganmiz. Ikki qavatli shum variantda chiqarib qo'yganmiz. Bu ikkilik shum variantda ikkilik listdan foydalanganmiz. Chiroyli ko'rinib turish uchun buni taraf qilib 1.5 profillarimizni 1.5 stenasida foydalanib qo'yganmiz. Bu dorozamizni kvadrat metri yangi tayyorlab berishimiz 1.200.000 so'mdan boshlanadi. Bu razmeri 4 ga 3 bo'lgan. Agar bu razmer tushib qoladigan bo'lsa 1.100.000 so'mdan vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Vohaga kelishini tobora o'rnatib beramiz. Navbatdagi shtampovka variantimiz. Bu variantimiz taraf fason. 3.5 bo'lgan razmerlari, eniga 3, bo'yiga 3.5. Bu ham aksiyali dorozalarimizdan biri. Bu dorozamizni ishlatilgan materiallari yo'llari 8 ga 6, 1.7 lik stenada, taglari 8 da shivellerda. Ichki to'qima profillari 6 ga 4, 1.2 lik stenada bo'lgan. Listlarimiz 1.3 da bo'lgan. Bu variantimiz kvadrat metri 650 mingdan yangi tayyorlab berishimiz chiqadi. Bu dorozamizni vodiy bo'ylab agar razmerlarga tushib qoladigan bo'lsa 550 ming so'mdan olib borib o'rnatib beramiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Like'ni unutmanglar, komment yozib ketinglar. Navbatdagi dorozamiz Dubai fason, Bagati fason bu. Hali ko'p klientlarimizga ma'zur kelgan fasonlarimizdan biri. Endi bir qator arzon qilib o'tkazsam, bu yon stoykalari 8 ga 6, 1.8 lik stenada, taglari kakpolojen shivellerda bo'ladi. Bunga ishlatilgan to'qima profillarimiz 6 ga 4, 1.2 lik stenada bo'ladi. Listlarimiz 1.3 da bo'ladi. Bu high-tech Dubai fasonlarimizni bir qator aytib o'tkazsam, buni listlarimiz bir xil variantda, eng qalin full variantda chiqadi. Undan buni varianti, buni o'rtasidagi yopishtirilgan nejdivikalarni, buni nejdivikalarni bo'lmasa bo'lgan variantda bo'ladi. Agar mana nejdivikalarni yopishtirib bersak, narxiga 50 ming so'mdan qo'shiladi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa 50 ming so'm narxidan tushib beramiz. Bu fasonimizning metr kvadrati 650 mingdan 800 mingga chiqadi. Bu variantimiz 650 minglik varianti. Nejdivika yopishtirilsak 700 mingga boradi, 700 mingdan bo'ladi. Bu razmerlarimiz 3.20 ga 3.5 bo'lgan. Agar razmerlar tushib qoladigan bo'lsa, metr kvadratini 600 ming so'mdan vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Agar vohaga kelishilgan narxda olib borib o'rnatib beramiz. Yoqqanimizni like'ni unutmanglar. Navbatdagi dorozamiz taraf fason. Bunga ishlatilgan materiallari, razmerlariga yozib tushuntirib obzor qilib o'tib ketaman. Bunga ishlatilgan materiallarimiz 8 ga 6, 2 yon stoykalar 8 ga 6, 1.8 lik stenada, taglari shivellerda, ichki to'qima profillari 6 ga 4, 1.2 lik stenada bo'lgan. Bunga chiroyli bagati ko'rinib turish uchun endi nejdivika oyna qismlaridan foydalanganmiz. Tepalariga arka lazer qismlaridan foydalanganmiz. Buni razmerlari 3.20 ga 3.5 bo'lgan. Bu fasonimizning narxi 550 ming so'mdan 700 ming so'mgacha chiqadi. Bu dorozani bitib chiqish varianti 650 ming so'mlik variant. Agar razmerlarga tushib qoladigan bo'lsa 550 ming so'mdan vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Agar yangi tayyorlatmoqchi bo'lsanglar 600 ming so'mdan yangi tayyorlab beramiz. 600 ming, 650 ming so'm variantlariga qarab, listlariga qarab narxi o'zgaradi. 12 viloyat bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. 5 yil garantiya xizmatlarimiz bor. Navbatdagi dorozamiz high-tech fason, 2 qavatli duplet qilingan fasonlarimizdan biri bu. Bu fasonimiz aksiya narxida chiqqan fasonlardan biri. Yo'lning stoykalari 8 ga 8, pulsovoy 1.2 lik stenada chiqqan, taglari 8 da shivellerda bo'lgan. 2 qavatlisimiz 1.2 likda bo'lgan. Hop, vibralardan to'qib 2 qavat qilib duplet qilib qo'yganmiz. Razmerlari 390 ga 3 bo'lgan. Bu fasonimizni aksiya qilib qo'ydik. Yangi tayyorlab berishimiz 850 ming so'mdan chiqadi. Bu dorozamizni 680 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab 12 viloyat bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Navbatdagi dorozamiz, bu dorozamiz ham aksiyaga tushgan. Bu dorozamizning razmerlari bo'yi 34,
endi 340 bo'lgan. Bu rozamiz 2 qavatli utopli shumkali variantda chiqarganmiz. Bu qator materiallar bilan tanishtirib o'tib yon stoykalari 10 ga 10 bursta bo'lgan, 2,5 ta stenada, taglari o'li shivellerda bo'lgan. Ichki to'qima profillari 6 ga 4 1.8lik variantda bo'lgan, listlarimiz 2lik variantda bo'lgan. Shum qilib ishlab chiqarganmiz. Bu variantimizni yangi tayyorlab berishimiz 1.200 ming so'mdan boshlanib 1.100 ming 1.200 mingdan chiqadi. Xo'p, narxi materialda farq qiladi. Bu rozamizni 1 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Narxlari mana shu turishi 11 millionga olib borib joyingizga o'rnaydi. Zamoklari ichida, zamoklari ham zubirniy zamokda bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, laykni, kommentni unutmanglar. Avjida ketmoqda. Bu taraq fasonimiz Qashqadaryo viloyatiga bo'ldi. 3 qavatli variantda qildik. Bu variantimiz 1.400 ming so'mdan boshlanadigan variant. Hozirda shpaglovka mallar ishi olib borilmoqda. Bu rozamiz utuplit qilingan 3 qavatli variantda. Bu navbatdagi rozamiz taraq fason, bu 2 qavatli utuplit variantda. Ishlatilgan materiallari ham qalinda bo'lgan 1.8lik variantda. Hop, egilsa ham, usti irg'isa ham hech narsa bo'lmaydi. Bu rozalarimizga 5 yil garantiya. Hop, shumkalari bor. Endi bu bir cho'nnoy holati. Endi bu ertalarga bitib qoladi xohlasa, endi mallar ishlari ko'rib borgan bo'lsangiz, taraq fasonni chiqardik. O'sha bilan bir xil qilib sachiladi. Bu rozamiz Farg'ona viloyatiga bo'ldi. Bu yoqda ham yana o'sha fasonlarimizdan bu taraq fason hadoviy fasonlardan bo'lgani uchun ko'p faqat shu taraq fasondan zakaz olamiz. Xo'p, klientlarimizga ma'zur kelgani uchun shundan berishadi. Chunki bagati chiroyli variantdan biri bu. Bu yoqda ham o'sha variantdan chiqyapti, bu ham o'shandan chiqyapti. Taraq fasonda bu cho'nnoy varianti, bu ramka varianti. Fasay nomerlar aloqa qilsanglar, hop. Bir qator biz ham masalan ish jarayonlarimizni ham olib kuzatali, kraska jarayonlari, cho'nnoy holatlarini ham bir qator video qilib tashlab turamiz. Agar zakaz bersanglar, masalan hamma jarayonni bir qator olib videoda kela olmay qolsa, vodiyda bo'lsanglar kelib ishxonalarimizni ham ko'rib, materiallarimizni ko'rib, keyin zakaz bersanglar ham bo'ladi. Fasay nomerga aloqa qilsanglar, bir qator materiallar bilan tanishtirib, narxlari bilan tanishtirib, kataloglarni tashlab berib, boshqa fasonlarimiz ham bor bundan chiroyli. Aloqa qilsanglar, bir qator telegramlardan tashlab, tanlab zakaz berishlariga ham mumkin. Fasay nomerga aloqa qilib qo'ying.